Birinchisi Steve Jobs kinosi. Bu bizning miyamizda ochadigan instrumentlar bormi? Desa bor. Ko'rdinglarmi, agar shunaqa paytda u ham duxi berib vahima qilib olganda nima bo'lar edi? Demak, sen hali bu pulni olishga tayyormas ekansan degan fikrni beradi. 5 sekund o'tmadi, men o'zi $300 qilmoqchi edim ota deydilar. Ko'rdinglarmi? $100 dan $300 hech narsa demadim men. Boshlang'ich to'lov, minimum boshlang'ich to'lovdan 6x ko'proq bo'ladi. Qaysi paytda kimni chiqarib yuborib, kimni olib kirishni biladi. Qarasanglar, Steve Jobs bir marta o'zini kompaniyasidan o'zini haydab yuborishgan. Men pul tikkan odamlar, investorlar, kattalar bo'ladi-yu. Men mutaxassisman, meni aytganim bo'ladi, mutaxassis aytganini qilasan sen degan fikrni bu komandaning hammasini miyasiga qo'yadi. Misol uchun, menga deydi, yumshoq balon qo'yib ber deydi. Mashinada o'tirgan paytda ko'rgan bo'lsangiz. Anta turgan komandani sardori bo'ladi. Sen nima deyapsan? Men qanaqa ko'p chempionlar chiqarganman. Men bu yerda komandirman. Meni aytganim bo'ladi. Qattiq balon dedimmi, qattiq balonni turasan. Bunaqa desa, jim o'tiradi. Bu ham pauza texnikasi, ko'rdinglarmi? Jim o'tiradi-da, etdan sekundlarni yutqizyapti-yu. Etganni qo'yib ber deydi keyin. Etganni qo'yib ber, etgan balonni qo'yib ber deydi. Etgan balonni ketadi. U jinniliymi desa, uni bilib qildi u. Yoqib qo'ying, qilib. Assalomu alaykum hammaga. Bizni YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bu xudo xolasa bizning 4-videomiz bo'ladi. Darslik sifatida, tavsiyalar sifatida mana shu oka bo'lib beriladigan tavsiyalarni videosi bo'ladi. Bugun zo'r narsa qilamiz. Birinchi darsimizda eslasanglar, kinolarni ko'rishga vazifa bergan edik. Yana bitta pauza. Qarang-da. Mana shunaqa videolar, mana shunaqa tavsiyalar agar sizga yoqayotgan bo'lsa, pastda izohda yokida mana shu YouTube blogimni profilida men Telegram kanalim bor. Agar u yoqda ham topa olmasangiz, shuni Telegram kirib marketolog _Otabek deb yozsangiz men kanalim chiqadi. U yerda ancha yaqinmiz. Nimadir muammoni yechimini topib qo'ysam, nimadir yengil o'rgansam, tez yoqqa tashlashim mumkin-da. Bu yoqda u cho'ziladi. Chunki YouTube video qilishga ancha vaqt ketadi. Shunaqa charchamang. Agar siz o'sha kinolarni ko'rgan bo'lsangiz, hozir siz bilan 3 tasini muhokama qilamiz. Va 3 ta menga eng ko'p yoqqanlari. Hozir hammasi yoqqan. Birinchisi Steve Jobs kinosi, uni hayoti, biografiyasi shu narsalar ochib berilgan. Ikkinchisida Focus kinosi, Will Smith o'ynagan. Uchinchisida bu yaqinda chiqqan, 2025-yilda chiqqan F1, Brad Pitt o'ynagan. Shu kinolarning ichidan biz olishimiz mumkin bo'lgan instrumentlar bormi? Bu bizning miyamizda ochadigan instrumentlar bormi? Desa bor. Ba'zilari. Birinchisini bo'lmasam boshlasak siz bilan. Steve Jobs kinosi. Steve Jobsni bu kinolarni o'zi hammasini ko'rsanglar, hammasini birlashtirib turadigan narsa bor. 11 ta kino tavsiya bergan bo'lsak, hammasini birlashtirib turadigan narsa bor. Bu asoschilarda duh katta bo'ladi. Duh. O'sha duhni berishmaydi. Stress bo'ladimi, qiyinchilik bo'ladimi, enasini ko'rib qo'ysa ham, enalarni ko'rsa ham baribir farqi yo'q, baribir biz bosamiz deydi. Masalan, qat'iy duhni bermasligi, birinchi Steve Jobs kinosini boshini qarasanglar, garajda o'rtoqlar bilan ish boshlagan payti venture fondlarga, investorlarga, sotib olishga qiziqqan insonlarga telefon qilib chiqadi. Sotish uchun. Pul kerak-ku biznesga. Telefon qilib chiqadi, tushuntirishga harakat qiladi, boshqa narsalar qiladi. Hattoki venture fond prezidentiga o'sha payti bir silim trubkali telefonda bo'lgan, u paytda kimnidir cho'rni qilib qo'ya olmaysiz. Trubkali telefon bilan. Bir kun ichida 150 marta ham shunaqa telefon qiladi. Bir kunda. Keyin u inson o'zi hech kim olmaydi-da, uni anaqasini. Pul ham tikmaydi, boshqa narsa ham qilmaydi, siqilib qoladi Steve Jobs. Siqilib qolgan paytida bitta Jaguarda, qimmat mashinada boyagi venture fondning yordamchisi keladi. Apple shetami deydi, Steve Jobs men qidirib keldim deydi. O'sha yerda ko'rsanglar. Va shu yerda buni olib kiradi. O'shanaqa paytda qatta u duxni bermayapti hozir desanglar, men ko'rsataman. $50,000 bilan kiraman deb tavsiya beradi. O'shanaqa qilaman. 50,000 bilan kiraman. 50,000 bilan kiraman. 50,000 yoki 90,000 aytish kerak. 50-90,000. Ularga ham o'zi shuncha pul kerak bo'ladi boshlanishiga. O'shanaqa paytda Steve Jobs duxni bermaydi-da, uni yonidagi o'rtoqlari vahima qilishadi. 50,000, siz shunaqa gapiryapsizmi desa, jim o'tiradi Steve Jobs.
O'shanda aytadi, mayli deydi. O'sha 90 ming bilan 50 ming bilan boshlasangiz bo'ladi deydi. Lekin bizga deydi, ya'ni 250 ming dollarlik kredit liniyasi ochib berasiz, yillik 10% stavka bilan deydi. Shunaqa qilib u ko'p pul oladi. Biznes boshlanishiga. Biznes boshlash uchun Steve Jobs. Ko'rdinglarmi, agar shunaqa paytda u ham duxi berib vohma qilib yuborganda nima bo'lar edi? Demak, sen hali bu pulni olishga tayyor emas ekansan degan fikrni beradi. Boyagi investorga. Tushundinglarmi? Shunaqa u o'zini qilmadi. Pauza texnikasini ishlatdi. Zo'r instrument o'rgatib qo'yaman men sizga. Kimdir sizga nimadir gap aytadi-yu, yoqmaydi-yu sizga. Shunaqa ko'zga qaraysiz, jim o'tirasiz. 3 sekund, 5 sekund jim o'tiring-da, boyagi inson shuganga tushib qoladi. Yoki narx aytsin sizga. Nech pul boshlang'ich to'lov qila olasiz bizga? Desa, o'shanaqa degan paytingizda aytaylik, sizga 100 dollar ham yetadi. Misol uchun boshlang'ich to'lov uchun, to'g'rimi? Aytaylik, siz sotayotgan narsa uchun. Lekin ko'proq pul olmoqchisiz boyagi insondan. Ko'proq pul olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'shanaqa paytda jim o'tiring deyman, nima qilib. 100 dollar. Boyagi inson shuganga tushib qoladi ichida. Men anaqa qildimmi, men kam pul aytib qo'ydimmi? Noto'g'ri narsa aytib qo'ydimmi hozir? Deb shunaqa shuganga tushib qoladi. O'shanda so'raydi, nech pul bilan boshlasa bo'ladi o'zi? Nech pul qilsa bo'ladi? Yoki yo'q, men o'zi 300 dollar qilmoqchi edim, 400 dollar qilmoqchi edim, 500 dollar qilmoqchi edim deydi. Tushundinglarmi? Nimaga bunaqa bo'ladi desa, sizni gapirmaganingiz sani navbating, sen gapirgan degan anaqa beradi u insonga, turtki beradi. Tushundingizmi? O'sha hech narsa qilmayapsiz. U ham shunaqa qiladi, Steve Jobs ham jim o'tiradi, qarab. Keyin mayli deydi. 90 mingni berishga rozi bo'ladi. 250 mingni berishga ham rozi bo'ladi. Ko'rdingizmi? Doim ishlatganman bu instrumentni. Yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Yana bitta pauza. Qarang-da. Mana shunaqa videolar, mana shunaqa tavsiyalar agar sizga yoqayotgan bo'lsa, pastda izohda yokida mana shu YouTube blogimni profilida men Telegram kanalim bor. Yoki agar u yoqda ham topa olmasangiz, shuni Telegram kirib marketolog _Otabek deb yozsangiz men kanalim chiqadi. U yerda ancha yaqinmiz. Nimadir muammoni yechimini topib qo'ysam, nimadir yengil o'rgansam, tez yoqqa tashishim mumkin-da. Bu yoqda u cho'ziladi. Chunki YouTube video qilishga ancha vaqt ketadi. Shunaqa charchamang. Biz bitta servis sotib olishimiz kerak edi. Sotib olishimiz kerak bo'lgan paytda bizga xodim aytayaptilar, "Bo'la 500 dollar deyapti" dedilar. Sizda qancha budjetingiz bor desam, 400 dollar dedilar. Nima qilishim kerak? Kim aytdi narxi? Narxi birinchi kim aytdi? Siz aytdingizmi 500 deb, ular aytdimi desam, ular aytdi dedilar. Zo'r. Nima qilay dedilar? Hech narsa yozmay dedim. O'sha narx yozgan, unga 500 deb bo'ldi. Hech narsa yozmay jim o'tiring dedim. Uzoqi bilan примерно 1 soatlarda sizga yozadi. Kelsak bo'ladimi dedim. Nima bilasizmi? Chunki u 500 deb yozgan payti ichida o'sha siz javob qaytarmaysiz-ku. Har xil fikrlar aylanish boshlaydi. Har xil fikrlar aylanish boshlaydi. Nima, men qimmatroq narx aytib qo'ydimmi? Produktga nisbatan yoki xizmatga nisbatan qimmatroq narx aytib qo'ydimmi? Keyin 1 soatga bormasdan yozdim. Kelishsak bo'ladimi? Nech pul bera olasiz? Shunaqa paytda ham birinchi bo'lib siz narx aytmasligingiz kerak. Agar narxi aniq bo'lmasa. Endi bu yerda xizmat-ku, u hamma o'zining xizmatini narxini o'zi belgilaydi. Misol uchun ustachilik qiladigan bo'lsa, ustachilik ham o'zining narxini o'zi belgilaydi-ku. Narxi aniq narsalar bunaqa qila olmaysiz lekin. Levi qilaman deb o'ylamang yana. Narx aniq bo'lmasa xizmat uchun narx kelishayotgan bo'lsangiz, shu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa paytda narxi birinchi u odam aytish kerak bo'ladi. Kim narxi birinchi aytsa, o'sha yutqizadi. Nimaga, qanaqasiga desangiz, misol uchun oddiy misol bilan tushuntiraman. Kichkina bolachaga borib, "Katta pul nech pul sen uchun? 100 ming katta pulmi?" deb ko'ring. 100 ming katta pul deydi. Lekin men sizdan so'rasam, siz o'zingizdan kattaroq odamdan 20 yosh, 25 yosh odamdan so'rab ko'ring. 100 ming katta pulmi desangiz, yo'q, katta pul emas deydi. Xuddi shunaqa puli ko'p odam uchun ham shunaqa bo'lishi mumkin. Katta pul emas bo'lishi mumkin. Siz katta pul deb o'ylayotgan pulingiz. Tushundingizmi? Shunaqa paytda keyin narxi u aytdi. Va eng qizig'i, agar siz 400 dollar desangizda, u odam ko'nsa, xursand bo'lmaydi. Ya'ni men yutdim, yutuq emotsiyasini his qilmaydi. Lekin o'zi 400 dedi, siz ham bermoqchi bo'lganingiz 400 edi, to'g'rimi? Lekin xursand bo'ladi. Nimaga? Men yutdim bu jangda deydi. Bu muzokarada men yutdim deb o'ylaydi. Tushundinglarmi? Hozir nima deganim? Bu zo'r instrument. Birinchisi mana pauza texnikasi. Jim o'tirdingiz.
Narxi keyin 7 tushirdi. Hozir 500 turgan, keyin 400 qildi. Yana ham tushirsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Buni sen nimaga odamga aytding? Hammaga ham ishlaydimi bu narsa? Desa, hammaga ham ishlamaydi. U narxi aytayotgan odamni men o'rganib chiqqanman. Nimasini o'rgangansan desangiz, birinchi daromad pul topishni boshlab sekin ko'tarilayotgan odam bo'ladi-yu. $500 topib yurgan edi, $1000 topib yurdi, keyin $1,500, keyin $2000 ga chiqdi-ku. Birinchi topib yurgan inson agar u pullarni to'g'ri kontrol qilmasa, komfortli hayotga bo'kib qoladi. Tushundingizmi? Zo'r yeb ichadi, zo'r kiyinadi, zo'r mashinalarda yurishi mumkin. Va o'sha hayot unga yoqib qoladi. Oldingi hayotiga nisbatan. Hammaga yoqadi, chunki nafs-ku bu. Komfortli hayotda yuribdi, lekin pul stabil bo'lmaydi. Pul bundoq tushib chiqishi mumkin. O'shanaqa paytda boyagi insonni qiynab qo'yadi bu narsa. Unga doim pul kerak. Tushundingizmi? $100 bo'lsa ham pul kerak. $300 bo'lsa ham pul kerak. Va bu xizmat. Undan hech narsa ketmaydi. Ko'rdingizmi? O'shanaqa payt nima bo'ladi? Men bilaman unga pul kerak. Ya'ni unga pul kerakligini bilib turibman. U komfortli hayotga bo'kib qolganini ham bilaman-ku men. Shunaqa payt men xohlagancha narx o'ynatishim mumkin. Tushundingizmi? Bu instrument shunaqa. Shuning uchun ham men mol bozorga chiqqan bolalar biladi ani. Nech pul bo'ldi, nech pul qilishdi bu qo'yingizlar deydi. Nech pul deyishdi bu molni deydi. Chiqib ko'rgansiz Azizbek? Mol bozoriga chiqqanmiz so'kib. Chiqqanmisizlar? Nodirjon mol bozoriga chiqqanmisizlar? Shunaqa deyshadi. Nimaga narxi birinchi aytmaslik kerak bilasizlarmi? Chunki odamning kutuvi boshqacha bo'ladi. Yoki qassoblarga borib so'rab ko'ring, go'sht berib oling, aka desa, qatga ekan bu go'sht deydi. Nimaga so'raladi? Qimmatroq sotish uchun, yoki ko'proq berish uchun, sizga ko'proq sotish uchun. Qatga ekan aka desa, choyxonaga desa, bu choyxonaga bo'lsa yaxshiroq joydan oling deydi. Yana yaxshiroq emas joylardan olib qo'ysangiz, keyin 1 oy, 2 oy, 1 yillab bolalar tema qilib yurishmasin deydi. Ha, rostdan ham to'g'ri deydi odam. Onasini ham o birani yomon go'sha borgan. O'shandan biri temada meni. Mayli yaxshiroq bering deydi. Ko'rdinglarmi? Yoki uyiga desangiz, uyga bo'lsa ham yaxshiroqdan oling, onajonga ekan yoki uydagilar ekan. Yaxshisidan oling, ko'proq oling. Deyiladi. Ko'rdinglarmi? Bitta savol bilan. Bu ham shunaqa qiladi. Pauza texnikasini ko'rdinglar. Steve ishlatgan joyi ham shunaqa bo'ladi. Venture fondda prezidentning yordamchisi bo'ladi. U shunaqa deydi. Mana shuncha bilan boshlayman, siz jim o'tiraveradi. Lekin har doim ham ishlamaydi bu. Har doim ham ishlamaydi bu. Mana shunaqa momentlari bo'ladi o'zini. Narx aytayotgan paytida yoki boshlang'ich to'lov qilaman, menimcha to'lov qilaman degan paytda jim o'tirib turasiz. Chunki faqat ko'ziga qaramang, jim o'tirasiz. O'zim ishlatib ko'rganman. Nech pul boshlang'ich to'lov qilmoqchisiz opam desam, o'zi $50 boshlang'ich to'lov bilan ham boshlasa bo'ladi boyagi ishda, sotib olsa bo'ladi. Keyin qolganini men bu paytda olib kelib beraman dedilar. Просто joyimni bronit qilish uchun dedilar. $100 boshlang'ich to'lov qilmoqchiman dedilar. Keyin men o'shanaqa paytda $100 desam, $100 mi degandek emotsiya ko'rsatdim men yuzimda. $100 dedim, jim o'tirdim, ko'zlari yiqildi. 5 sekund o'tmadi. Men o'zi $300 qilmoqchi edim Otabek dedilar. Ko'rdinglarmi? $100 dan $300. Hech narsa demadim men. Hech qanaqa ortiqcha harakat ham qilmadim, yugurib yuraman, jimi. $100 mi? Ko'rdinglarmi? Shunaqa. Oylik kutuvingiz qancha? Bizdan nech pul oylik kutyapsiz deyshadi-yu. Ishxonaga borgan paytingizda ishxonaga. Nech pul bermoqchisizlar? Nech pul bera olasizlar? Nech pul beramiz deyapsizlar? Ko'rdingizmi? Bu ham sotuvda. Bu sotuvdagi bitta instrument. Keyin opa $300 dedilar. Qaranglar. Boshlang'ich to'lov, minimum boshlang'ich to'lovdan 6x ko'proq bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Narx tushirishda ham, ko'tarishda ham foyda beradi bu instrument. Bu. Va u kinoni ko'rsangiz, Steve Jobsda ancha-muncha stressga chidamli. Birinchisi qat'iyat, duxqa bermasligi, bittasi mana pauza texnika, yana bitta joyini ko'rsataman sizga. Qaysi paytda kimni chiqarib yuborib, kimni olib kirishni biladi. Qarasanglar, Steve Jobs bir marta o'zini kompaniyasidan o'zini haydab yuborishgan. Pul tikkan odamlar, investorlar, kattalar bo'ladi-yu. Steve Jobsda 1,5 millionta aksiyasi bo'ladi. 1,5 millionta. Bo'ladi-da, o'shanaqa bo'lgan paytida Steve qaytgin deydi. Qaytgin deyshadi, chaqiradi Steve Jobs, chaqirishadi. Chaqirgan paytda keladida, "Ha, nima bo'lyapti? Men hali qaytmayman, qaytmoqchi ham emasman." Lekin ichida o'zi qaytish xohlayapti. O'zini kompaniyasi, o'zini bolasi. Tushunyapsizlarmi? Lekin bildirmayapti qaytish xohlayotganini. Keyin nima deydi?
qaytasanmi, qaytgan deyishsa, bitta положениeni ko'radi, qarasa, ishga aralashayotgan odamlar ko'p, burnini tiqayotgan odamlar ko'p. Ish zo'r bo'lishi uchun, Steve Jobs o'zini g'oyalarini realizatsiya qilishi uchun ular aralashmasligi kerak. Keyin o'shanaqa paytda nima qiladi? Meni bilishim bo'yicha 200 xilmi shunaqa produkti bo'ladi o'sha paytda Apple'da. Hammasini chopib tashlaydi, 4 xilmi produktni qoldiradi. 4 xil produkt qoldiradi. Endi bu yerda aralashayotgan odamlarni chiqazib olish kerak-ku. Ani ular qo'rqib turibdi o'zi. Biz bankrotga yaqinmiz. 1,5 millionta aksiyasini hammasini sotuvga qo'yib yuboradi. Hammasini qo'yib yuborgan paytda hammasi yana qo'rqib qoladi-da. Aksiya bozoridagi hammani qo'rqitib yuboradi. Chunki bu o'ta katta miqdorda, 1,5 millionta, 1,5 million dona u aksiya. Hozir bittasi necha pul Apple aksiyasining narxi? Ko'ringlar, hozir men aytib beraman sizga. $282 ekan. Bir dona Apple aksiyasining narxi $282. Endi qaranglar. Shundan 1,5 milliontasi necha pul bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? 282 0.65 61 0.61 endi 1,5 million ko'paytiraman shuni. 1 milliard 242 million dollarlik aksiyani sotuvga qo'ygan. 1 milliard 242 million dollarlik. Hozirgi payt bilan solishtirsanglar. O'ylab ko'ringlar, kimdir uyingizdan shuncha pul olib chiqib ketaman deyapti. Qanaqa qo'rqitib qo'yadi sizni? Hammani qo'rqitib qo'yadi. Boshqa bu bitta o'zini emas, bitta bu yoqdagilar emas, ishxonadagilar emas, boshqa aksiyasi borlarni ham qo'rqitib qo'yadi. O'zi bankrotga yaqin turibdi. 1,5 million, anaqa 1,5 millionta aksiyani anaqaga qo'ydi, sotuvga qo'ydi 1,5 milliontani. Va bu katta miqdor. Boshqa ko'rganlar bor, maydalar. Voy cho'ta, menimcha nimadir bo'lyapti. 1,5 millionta aksiyasi bor odam katta odam bo'ladi bu. Bu ham bir narsani bilmasa qilmaydi degan fikrga boradi-da, yani kichkinalar bo'ladi-yu, kichkinalarni ko'p ham sotib tashlash kirib ketishi mumkin-da. O'ynaydigan bo'lsa. Endi qaranglar, shunaqa qo'rquv bo'ladi-yu. Qo'rquv bo'lgan paytda katta bitta anaqani olib keladi. Investor katta pul bilan keladi Steve Jobs. Ko'pchiligiga pul taklif qiladi. Men pulingni olgin-da deydi. Ulushingni menga ber deydi, chiqib ketgan deydi. Bo'ldi. Chiqlaring deydi. Men senga katta pul. Mana senga 500 million dollar. Yo'q bo'lib qolgan. Bo'ldi, kerak emassan Apple deydi. Men o'zim g'oyalarimni realizatsiya qilishim kerak. Shunaqa payt hamma chiqazib oladi. Nima ham narsani qildi? Nima ham narsani qildi desa, to'g'ri payti noto'g'ri odamlarni chiqazib yubordi. O'zini g'oyalarini realizatsiya qilish uchun. Shunaqa. Chunki ular ruxsat bermaydi unaqa jinoiy ideyalarni qilish uchun unga. Ko'rdinglarmi? Shunaqa. Meni o'rganish mumkin bo'lgan 3 ta instrument. O'zi instrument ko'p uning ichida. Instrument nereal ko'p. Ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi kinoga yetib keldik. Bu Focus. Focus bu ham zo'r menga yoqadigan kino. Ayniqsa sotuvchi insonlar bo'lsa, ko'ringlar. Sotuv bo'yicha ham o'zi video qilamiz, xudo xolasa. Sotuvchi insonlar bo'lsa bu narsani ko'ringlar. Eng katta o'rganish mumkin bo'lgan narsa bu nima desa, ishontirish san'atini o'rgatadi sizga. Nima ishontirishim kerak desa, chunki kattaroq pul olmoqchi bo'lsangiz, kimgadir nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, u sizga ishonishi kerak. Bu o'sha instrumentlarni o'rgatadi sizga. Misol uchun Focusda ko'rsanglar, bitta qimorboz odamdan katta bir setga pul yutish kerak bo'ladi. Uni miyasiga doim 55 raqamini qo'yib borishadi. Tushundinglarmi? Yoki o'g'irlikni ustida ana odam ushab qolishsa, o'zini aybdor emas deb tutadi. Tushunasizlarmi? Mana shu ko'ziga qarab jim o'tiraveradi. "Voy, sen o'g'irladingmi?" deb shuhbat qilishsa, nima? O'g'irlagan o'zi. Tushunasizlarmi? Aybdor ana odam. Sizlar hech shunaqa narsa qilib ko'rganmisizlar? Ya'ni bitta доверенный odam bo'ladi-da, siz aytsam, juda ishonasiz ana odamga, juda ishonasiz-da va nimadadir shubhalandingiz. Yoki kimdir sizga o'ta ishonadi, nimadadir sizda shubhalandi. Sizda shubhalandida, o'zini aytib qilib qo'ygandirsiz. O'shanaqa paytda jim o'tirib ko'ring-da. Boy insonni aytdim boyga pauza texnikasi deb. Shunaqa qo'rqitib qo'yasiz. Shunaqa ichi shaqqillab ketadi. Qo'rqib qoladi. Noto'g'ri narsa aytib qo'ydim menimcha men degan. Bu o'shanaqa ishontirish san'atini o'rgatadi. Sotuvda kerakmi o'zi shunaqa narsa ishontirish desa, ha. Kattaroq pul olinayotgan paytda kerak. Eng katta bergan pulingiz qaysi? O'shani eslab ko'ring va kimga berdingiz, nimaga berdingiz va nimaga ishondingiz ana odamga? Nimasiga ishondingiz? Eng katta sotib olgan narsangiz. Nimaga ishondingiz? Mashina bo'lishi mumkin, uy bo'lishi mumkin, bu to'g'rimi? Kimgadir qarz berib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shunaqa. Men
shu kamerani orqasida turgan insonlardan taniyman. Qancha? $800 ishonganlar, Nodirjon. Shunaqa. Qaranglar, hali berilmagan u summa, lekin ishonadilar o'sha narsaga. Bu insonni nimaga ishonganini siz bilib olishingiz kerak bo'ladi. Nimaga desa, chunki siz ideyani sotayotgan paytingizda o'sha instrumentlarni ishlatishni boshlaysiz. Fokus sizga o'sha narsani o'rgatadi. Va yana bitta narsa qiladi, o'sha yerda ko'rsanglar, to'g'ri bu yomon, anaqa o'g'irlik bo'ladi bu. Lekin bu o'g'rida, noto'g'ri yo'lda ishlata olyapti. Siz agar to'g'ri yo'lda ishlata olsangiz, bu zo'r instrument. Mashinani kodlarini olib, poyga mashinasi bo'ladi, Formula 1 mashinani kodlarini oladida, ko'p odamga sotib chiqadi. 1,5 million, 2 million yevrodan sotib chiqib, 27 million yevro shunaqa pul qiladi. Polniy pullarni yig'adi. Keyin oxirida o'zini adasi uni otib oladi. O'zini adasi, o'g'rini o'zini adasi otib oladi. Otib tashlaydi bizdan. Paqet otib tashlaydi, qo'lga tushgan paytda. Nima qilding? O'ldirib qo'yding, unaqa. Bor, endi yo'qot buni deydi. Keyin turg'izadi o'g'lini. O'lganini ham zo'r ijro qilib beradi-da odam. Realma o'ldirdi buni deb o'ylaydi. Keyin turg'izadi, o'qqa olib tashlaydi. Bo'ldi, shu bilan o'sha 27 million yevro bor. Ko'ringlarmi? Yo'q narsani sotganda, ya'ni o'ziniki emas. Kod ham o'ziniki emas. Keyin uni ichidagi kod hali to'g'rimi, noto'g'rimi, 100% lik ular ham bilmaydi. Tushundinglarmi? Balkim umuman noto'g'ri narsani sotgandir. Ular ham bilmaydi. Lekin o'sha yo'q narsani ham sotib olyapti-da bu. Qaranglar. Shunaqa. Bu sizga o'sha ko'rgan paytingizda tushunib olasiz va agar tushunmasangiz, tushunmagan joylaringizni izohda yozing yoki birgalikda muhokama qilmoqchi bo'lsangiz va qaysidir instrument o'rgansangiz uni ham. O'g'irlarning hayotini ham ko'rsatib beradi o'sha yerda fokus. Uchinchisi bu F1. F1 Formula 1 Brad Pitt o'ynagan 2025-yilda eng top kinolardan bo'ldi. Meni bilishim bo'yicha bu qancha pul yig'di? 600 million dollarmi yoki 800 million dollarmi pul yig'di? Qancha pul qilibdi hozir ko'ramiz. 634 million dollar pul topgan 2025-yilda o'zida. F1. Ya'ni ham Google'dan ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Shuncha pul topibdi. Nimani o'rgatadi u desa, o'sha yerda ko'rsanglar Sunny Hayes degan odam rolini o'ynagan, 30 yillik orzusi bor, yutqizgan, beli degan suyaklari sinib ketgan, avariya bo'lganida 30 yillik orzusini amalga oshiraman deydi, qaytmaydi. Va men mutaxassisman, meni aytganim bo'ladi, mutaxassis aytganini qilasan sen degan fikrni bu komandaning hammasini miyasiga qo'yadi. Misol uchun, menga deydi, yumshoq balon qo'yib ber deydi. Mashinada o'tirgan paytda ko'rgan bo'lsanglar, anta turgan komandani sardori bo'ladi. Sen nima deyapsan? Men anaqa ko'p chempionlarni chiqarganman. Men bu yerda komandirman. Meni aytganim bo'ladi. Qattiq balon dedimmi, qattiq balonda turasan. Bunaqa desa, jim o'tiradi. Bu ham pauza texnikasi, ko'rdinglarmi? Jim o'tiradi-da, etdan sekundlarni yutqizyapti-yu. Etganini qo'yib ber deydi keyin. Etganini qo'yib ber, etgan balonni qo'yib ber deydi. Etgan balonni ketadi. Bu jinnilikmi desa, uni bilib qildi u. Etti u bilib qilgan, u ishlaydi etti. Bu uni taktikasi yutish uchun. Ishlatgan uni. Shunaqa. Azizbek boshlarni qimirlatib qo'ydilar, ko'rganlar demanimcha, ha? Men 7 marta ko'rib chiqqanman Azizbek o'sha kinoni, bilasizmi? 1 martami? 7 marta, ishoninglar. Uyga borsam va shunaqa deydi, F1 ko'rasizmi deydi. F1 ko'rasizmi? Formula 1 ko'rasizmi deydi. Yo'q, boshqa kino deyman. Nega zo'r kino olinib shunaqa. Qaytmaslikni o'rgatadi. Strategiyani analiz qilib, ichiga taktikalarni qo'shib boradi. A reja qanaqa, B reja qanaqa, C reja qanaqa deydi. Komandasi bilan muhokama qiladi-da. O'zi ular Apex GP eng orqadagi komanda bo'ladi. Eng orqada, o'rni ham yo'q. Mana shu eng oxirgi o'rin qaysi? O'sha o'rinda bo'ladi. Keyin buni ko'rsanglar, yugurib chiqadi, yuradigan yo'lida. Yugurib o'rganadi. Men qatga borib urilsam bo'ladi, misol uchun. Qanaqa ishlataman bu yoqdagi narsalarni. Tushundinglarmi? Qaysi payt qayerda pavorot qilaman? Nechta kurukka meni balonim yetishi mumkin? Yo'l qanaqa bu yerda, asfalt qanaqa, ob-havo qanaqa? Hammasini ta'sir qilishini biladi u. Hammasini o'rganadi. Kerakmi shu narsa? Desanglar, bitta o'zim hayotimdan kichkina keysada beraman. Anomal sovuq bo'lgan 2022-yilda bo'ldimi? 2022-2023 dan bo'ldi anomal sovuq. O'tdan sovuq bo'lib ketdi, -20, -25 ga yetishib ketdi Toshkentdagi havo. Svetlar o'chgan, ko'p joyda gaz, svet, hech narsa yo'q, issiq suv ham yo'q.
Shunaqa bo'lgan payti menga u direktorimiz nima degan? Reklamani 2x kuchaytiraylik, 3x kuchaytiraylik. Odamlar kelmayapti. Bizani больницаga dedi. Конечно, kelmaydi. Hozir sovuq, qanaqa sovuq? Biz детский больница yurg'izardik. U direktor shunaqa deyapti. Odam kamaydi. Massajniy sentr. Детский massaj qiladigan sentr. Bola-chalarni, kichkina chaqaloqlarni massaj qiladigan sentr. Nimaga kelmayapti? Unaqa yo'l muzlagan, qor qalin, yo'q muzlab, yo'l dabdalasi chiqib yotibdi-da. Svet, gaz yo'q. Ko'pchilik qarindoshlarniki boshqa chiqib ketgan. Agar o'sha paytda yashaganlar bo'lsa, Toshkent shahar ichida yashaganlar bo'lsa, ular bilishadi. U kuchaytirildi deyapti. Men hech narsa qilmadim, просто jim o'tirdim. Nimaga? Chunki u payt biz reklamani kuchaytirganimizdan foyda yo'q edi. Tushundingizmi? Bu yerda bu saniy ob-havoni nimaga o'rgangan desangiz, chunki men qattiq balon qo'yishim kerak, yumshoq balon qo'yishim kerak. Misol uchun. Tushundingizmi? Tezligimni men qanaqa kontrol qilishim kerak? O'shanaqa paytda ko'rsanglar, yurib o'tadi-yu. Mashinani boshqarib yurib o'tayotgan paytda yo'ldagi belgilarni ataylabdan bundoq borib, taq urib ketadi. Ko'rsanglar, ko'rganmisizlar? Taq urib ketadi, bannerlar sinib chochilib ketgan payti, uni yig'ishtiradigan mashinalar bor. Ular o'shani yig'ishtirishga o'tadi. Keyin har bitta o'shanaqa meni bilishim bo'yicha yig'ishtirishga tushgan payti u aytadi oldindan 1 sekunddan yutsak deydi yoki 1 millisekunddan yutsam ham deydi. O'yinning oxiriga borganda 72 ta aylanadan men o'tgan paytimda men 7 sekund yutib olaman deydi. Ko'ringlar, 0.1 millisekund qo'shtirib 7 sekund oldinga chiqib ketaman deydi. Qani yoki belgini urdi-yu, tozalashga chiqdi-yu. Tozalashga chiqqanda orqadagilar ozgina sekinlashadi baribir. Bu o'shani ham biladi-da. Ko'rsanglar. Tushundinglarmi? Azizbek, eslaysizmi? Shunaqa qilib urib ketadi. Shunaqa. Yo'lni o'rganadi. Keyin o'sha yerda qarasanglar, poygani boshlanishidan oldin u yugurib ham chiqadi. O'yin boshlanishidan oldin va komandasini ham yugurtiradi. Komandasini ham. Nimaga komanda bilan yugurish kerak o'zi? Nimaga u именно komanda bilan yugurtiradi? Ves komandani yugurtiradi. Komandani yugurtiradi, yuguramiz deydi. Bu men taxminim jamoaviy ruhni shakllantirish uchun. Jamoaviy ruh bo'lib o'ynash uchun. Amir Temurni ko'rsanglar, Amir Temur ham xuddi shunaqa ishlarni qilganlar, agentlarni jo'natganlar. Yillab shaharlarni analiz qilishgan. Misol uchun, savdogarlar gruppasi, senlar borganingda savdo bo'yicha mana shu davlatni analiz qilasan. Davlat ketlaring. Pulning yeb ichishing hamma narsamizni to'laymiz. Kim? Temirchilar komandasi borlaring. Hamma komanda borlaring. Va ularga shifrlangan yozuvlarda yozib, xatlar jo'natib turilgan danliklar. Shuning uchun ham oson bosib olingan. Tushundingizmi? Yillar davomida o'rganilgan. Ichkaridan hamma joy, shahar, ko'rinishi, odamlarning kuchli tomoni, kuchsiz tomoni, xarakteri, odatlari, yaxshi odati, yomon odati hammasi o'rganilgan. Suv qayerdan kiradi, qayerdan chiqadi, qayerdan ichimlik suvi. Ko'rdingizmi? O'sha narsa o'rgatilgan. Va jang boshlanishidan oldin, mana jamoaviy ruh dedim-ku, do'mbirlar chalingan, karneylar chalingan, baland ovozda. Bu ham dushman duxini oladi, birinchisi. Ikkinchisi jamoaviy ruh shakllantiradi, jangovorlik ruhi. Tushundingizmi? Biz jang boshlaymiz. Futbolni ko'ringlar, do'mbirani uradi-yu. Deb. Nimaga o'sha? Duh paydo qilish uchun-da yoki nari komanda duxini olish uchun. Misol uchun, bularning tomoniga raqib komanda bu tomonga qilib keladi-yu. Bizning komandaga, misol uchun, siz agar Barsaga balet qilsangiz, men balet qilmayman endi futbol komandalariga. Barsaga balet qilsangizda, Realni anaqasida yugurib kelsa, o'sha yerdagilar Barsachilar deb baqirish boshlaydi, bilasizlarmi? Ularga xalaqit berish kerak. Ularni duxini olish kerak bo'lsa. Shunaqa. U shunaqa narsa qiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa jamoaviy yugurilishdan maqsad jamoaviy ruhni shakllantirish uchun. Shunaqa. Va o'sha yerda aytadi, buni qilganini ko'rsanglar, Sunny Hayesni hamma qilgan ish qilmaydi. Hamma qilgan ish qilmaydi. Hamma qilgan ish qilsang, hamma boradigan joyga borasan, deyshadi-yu. Ko'rganmisizlar? Zo'r hayotiy misol keltiraman. Ko'rsanglar, bizda mashinalarni kreditga olish, nasiya savdoga olish zo'r ochilib ketdi. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Agar mashinaga qiziqadiganlar bo'lsa, bu meni gapimni zo'r tushunishadi. Kerak bo'lsa boshlang'ich to'lovsiz, $100 boshlang'ich to'lov qilib, liboy mashinani olib chiqib keting. $300 boshlang'ich to'lov qilib, liboy mashinani olib keting yoki mana sizga yangi Cobalt deb chiqishyapti, ko'rdinglarmi? Yoki rasmiy anaqalarni ko'rsanglar ham, salonlarni ko'rsanglar ham 50% to'lov qiling, qolgani o'zini narxiga deydi. Eshitdinglarmi sizlar ham shu narsani? Trekkerlarni, ayniqsa mashinaga qiziqmaysan deyman, oka. Men ham qiziqmayman, lekin eshitdim-da. Shunaqa deyshadi.
Endi o'shanaqa paytda nima bo'ldi bilasizlarmi? Men atrofimdagi ko'p o'rtoqlarim nima dedi? Davay dedi, men mashinam hozirgi o'zidagi bor mashinani sotib, Tracker Turbo oldi. 50% to'lab, qolgan 50% o'sha bo'lib to'lashga o'zini narxida. Nima qilasan buni sotib desam, ular aytishyapti, men BYD Chazor olaman, men BYD manaqa olaman, men Tracker Turbo olaman, men keyin Yandex taksi qilaman. Nimaga desam, o'shanda Comfort Plus'ga kiradi bu. Men ko'proq pul topaman deydi. Yoki biznesga kiradi, ko'proq pul topaman deydi. Kirib ko'rishdi. Endi eng qizig'i bu hamma uchun dasturniku. Ochiq-ku bu narsa hamma uchun. Vijillab ketdi bunaqa mashina. Tracker Turbo vijillab ketdi, ko'payib ketdi. Men hozir Comfort chaqiraman, BYD keladi. Qarang, nimaga? Oldin kelmas edi, bilasizlarmi? Yoki Comfort Plus chaqirsangiz, yoki biznes chaqirsangiz kelar edi. Ko'payib ketdi bu narsa. Va raqobat kuchaydi. Raqobat kuchaysa, biz bor zakazni talashamiz. Oldin men bilan Nodirjon talashar edik. Zakazlarni 50 ta zakazi, endi 50 ta zakazni 5 kishi talashyapmiz. Tushundinglarmi? Shunaqa. Bo'ldi. Nima bo'ldi shunda desak, u aytgan narsa bo'lmadi. Chunki hamma uchun bu dostupniy edi, hamma o'sha ish qilib ko'rdi. Bozorda mashina ko'payib ketdi. Va yashash uchun va boyagi bo'lib to'lash uchun pul topdi bo'ldi. Bu yerda Sani Hayes nima qiladi desa, misol uchun hamma qattim ballonda yuryaptimi? Nimaga qattim ballonda yuradi? Mohiyatiga tushib ko'radi-da bu. Ob-havo mana bunaqa. Biz mana bunaqa quruq yuramiz. Mana bunaqa gradusda qiziydi mashina. To'g'rimi? Mana bunaqa tezlikda yuraman men. Ha. Demak, men qattim emas, yumshoq ballon qo'yishim kerak ekan. Yoki yumshoq emas, qattim ballon qo'yishim kerak ekan. Balkim hamma poygachilar ham bu narsani o'ylamaydi. Sen nimaga men komanda olganman? Nimaga men texnik guruh olganman? Qaramaysanlarmi? O'zlaring bilib qo'ymaysanlarmi ana ballonni? Bu ballon darajasigacha ham aralashadi ana mashinaga. Yoki mashinani poyga chiqishidan oldin haydab ko'radi. Pavorotda ko'radi mashinani, tashab ko'radi, tez haydab ko'radi, 7-skorostiga olib ko'radi mashinani. Tutatib haydab ko'radi. O'shanaqa paytda aytadi, "Mana joy, mana bunaqa bo'pti. Mana joyni bo'shating, mana joyni qotiring. Qattimroq bering menga" deydi. Shunaqa. Lekin hamma ham shunaqa qilarmikan? Hamma ham jamoaviy ruh shakllantirish uchun o'yinni oldiga yugurarmikan? Hamma ham mana shunaqa ob-havo darajasida o'rganarmikan? Hamma ham borib, toshlargacha borib bundoq qilib ko'radi. O'rganarmikan? Ko'rmaydi. Bu darajada emas. U kinoni ko'rsanglar, u darajada emas hamma. Shuning uchun ham hamma ham yetib bormagan joyga yetib boradi. Hamma ham taktikalarni qilarmikan? Bannerlarni urib, orqadagilarni sekinlashtirib, 1 sekund bo'lsa ham yutib olishi. Oxiri 7 sekund yutib oladi. Tushundingizmi? Hamma qilgan ish qilsang, hamma borgan joyga borasan deyshadi. Shunaqa. Bu o'shani qilmadi Sani Hayes. Men o'ylayman, men shu instrument mohiyatini tushunganim uchun bu hayotdagi mana o'zimning atrofimda bo'layotgan misollardan ham sizga keltirib berdim bitta. Amir Temurda ham shunaqa. Jang boshlanishidan oldin do'mbiralar urilib hamma qilingan. Bo'ldi, tugadi o'zi. Bo'ldi, shunaqa bo'ldi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 3 ta kinoni siz bilan muhokama qilib chiqdik. Marketolog, biznes egasi ko'zi bilan bundoq qarab ko'rdik. Boshqa kinolarni ham o'z ko'rayotgan paytda shu narsani qilsangiz bo'ladi. Va agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, sizni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bu yoqda hozir havola qoldirishadi bolalar. Telegramga shunoq qilib, marketolog, pastki chiziqcha Otabek deb qidirsangiz kanalimiz chiqadi. Kommentariyaga yozib ketsangiz bo'ladi savollaringizni. Tez u yoqda ancha faol bo'lamiz, chunki bunaqa video olish uchun biz studiyaga kelishimiz kerak, video olinish kerak, montaj qilinish kerak-da. Post yozilishi uchun uncha narsa talab qilinmaydi. Shundoq o'tirib taq yozib chiqazib yuborishim mumkinman. Shunaqa. Sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamanglar. Tugadi.